Salom, bu hikoya Bobur ismli bolakay haqida. Bugun u maktabda o'ziga juda muhim tuyulgan bir vazifani oldi. Ikkinchi jahon urushi haqida ma'lumot to'plash. Darsdan qaytayotib Bobur chuqur o'yga toldi. Urush bu qanday dahshat bo'lgan? Qanday odamlar unda qatnashgan degan savollar uni tinmay qiynardi. Yuragi hayajon bilan urar, xayolida minglab savollar aylanardi. Uyga yetib kelgach, u birdan bir narsani esladi. Bobosi urush faxriysi, ko'rgan kechirganlari dostonlarga arzigulik inson. Bali nevaram, bali o'qishga kirgin. Yaxshi o'qishga kirgin. Bobur asta-sekin bobosining oldiga bordi. Yoshi ulug' bobosi hamisha mehr ko'zlari bilan jilmayardi. Va alaykum assalom. Bali. Beshva olib kelayman-ya? Ha, malades. O'qishlaring qanday? Yomon-da. Ya nimaga yomon? Jahon urushi haqida men bilmayman hozir. Ya. Ha, jahon urushi haqida mendan qancha kelib so'rab olaman. Menga juda materiallar ko'p. Bobosi o'sha mash'um yillarni eslay boshladi. Uni jarohatlari juda ko'p. Malam shuni ya o'tir. Malades. Malades. O'qishdan keldingmi? Ammo bu safar Boburning savollari uni uzoq yillik tarixga yetakladi. Malades. Mana 9-may kelyapti xotira kuni. Urush haqida gapirdinglarmi? Malades. Mana urush haqida sizlarga suhbat qilib bersam, mana avvalambor meni shunday kunga yetirganiga Allohga shukr bo'lsin. Yurakni titratadigan voqealar, jang maydonidagi do'stlik, fidoilik va sabr. Bobur har bir so'zni diqqat bilan eshitdi. Endi u kitoblardan emas, tarixning o'zi guvohidan eshitdi. Hamma fanlardan, adabiyotdan qandaysa, fizikadan, matematikadan, biologiyadan o'zi nima bo'lmoqchisan? Doktor. Katta bo'lsang nima bo'lasan? Doktor. Malades ana. Ya, urush ikki og'iz urush haqida gapiradigan bo'lsam, mana urush imperializm mana 1941-yil 39-yildan boshlab ikkinchi jahon urushi boshlanib, urushlar qancha odamlar ketdi. Bizning yurtimizdan ham million odamlar ketdi. Bizda urush davrlariga odamlar urushga ketganlarni mehnatini mustahkamlash uchun kolxozlarga shunday ishladilar. Tonnalab bug'doy olib urushga ketganlarni orqasini ham mustahkamladi, ham dehqonchilik qildi, ham paxta ekdi, bug'doy ekdi, g'alla ekib, hammasini urushga mobilizatsiya qilgan. Ularda urushni orqasini mustahkamladi. Bizda mana otamiz, onamiz front orqasini mustahkamlab, ularga hamma narsani yuborib turdi. Amakilarimiz urushga ketgan, otamizning ukalari urushga ketgan, ular qaytib kelmadi. Urushning nomi o'ssin. Bunday urushlar hech bo'lmasin. Mana sizlar shunday davrga yashayapsizlar, o'qish kerak. Hammalaring o'qish kerak, bilimli bo'linglar, ilmli bo'linglar, bilimni egallanglar.
injener bo'linglar, olim bo'linglar, sizlar ham yaxshilab o'qinglar, bilimli bo'linglar, xor qolmaysizlar, zo'r qolmaysizlar. Nimaiki bo'lsa, kasbni egallanglar. Egallagan aytib qo'yibdiki, bilim bilan qurollangan yengilmas deb qo'yibdi. Bilim olinglar. Ma'lumlarning gapini olinglar. Ustozlaringning gapini olinglar. Ota-onalaringning gapini olinglar. Hamma fanlardan 5 olishni Allohdan so'raymiz. Sizlarga faqat harakat kerak. Harakatga barakat deb qo'yibdi. Ana shunday. Ana urushlari qancha odamlar jasorat ko'rsatdi. Masalan, mana Sobir Rahim, general Sobir Rahim, qancha nimalar vatan uchun hammasi jang bo'ldi. Mana yerda 9-mayga xotira kuni bo'lyapti. Hamma ularni nomlarini tilga olib, ularga duolar o'qiladi. Ularni xotiralarini eslaymiz. Ularni qilgan jasoratlarini eslaymiz. Ularni bosib o'tgan yo'llarini yoshlar o'qib, o'rganib, ulardan o'rnak olish kerak. Sizlar yaxshilab o'qinglar. Ana shu sizlar kelajagimizni buyuk insonlari bo'lasizlar. Bolaringni o'rnini bosasizlar, otalaringni o'rnini bosasizlar. Hammalaringni Alloh asrasin, Alloh asrasin, Alloh asrasin. Mana qarab, ana jasoratnomani kitobda ana bunga hamma narsa yozilgan. Ana bunga qancha o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar, o'zbek, ruslar jasorat ko'rsatgan. Ana jasoratlarni o'rganib olinglar. Menga keluvering, yoddan qilaman. Men siz aytgan ma'lumotga ega bo'ldim. Rahmat buvajon.